Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Said aka, o'zi kim o'zi bu? Bu rahmatli qorovulning o'g'li yosh qorovul. Ochig'i tushunmadim sizni. Mana shu kompaniyada butun umr farrosh bo'lib ishlagan bir onaxon bordilar. Shu onaxon kasal bo'lgandi. Operatsiyaga xo'jayindan biroz pul so'raganda, o'zimga ham pul kerak, o'zimga ham pul yetmayapti deb bermadi. Operatsiya qildira olmasdan o'lib ketdi onaxon. Mayli uka, lekin men so'rayotgan narsa bilan buning nima aloqasi bor? Menga qara. Odam bolasi molim deydi. Faqat yeb ichganing, kiyib eski qilganing yoki sadaqa qilib yuborganinggina o'zingniki xolos. Qolgan hammasini yangi egasiga yetguncha qo'riqlab yashaysan.